Ramazan geldi, hoş geldi. Balalar, anladınlar mı? 11 ayının sultanı Ramazan geldi. Qaranglar, hamma yer bo'libmi Uyg'ur aileler hayajon va xushalliqqa cho'mdi. Voy, quloq solayli. Bovam to'g'layotdi. Bismillah bilan yo'la chiqdim. O'ng sola qarab mangdim. Ey mening izchi bolalarim, Ramazoninglar muborak bo'lsin. Undaqda Ramazon hikoyamizni boshlaylikmi? Başladık amsa. Baharning barcha go'zalligi bilan qoplangan go'zal bir kun edi. Quyosh oltindek nur chechiyotdi. Ammo tong saharda qushlarning sayrashlari ichida hayajon bilan o'rnidan turdi. Derizini ochgan vaqtida sirtdan mezilik gullarning purg'i dimig'iga o'rnayotdi. Havoning go'zal ekanligi va tasvirligi siz xushbiroq hayojoniga hayajon qatdi. Yurgunicha ota-onasining yiniga ketdi. Opa, dada, men bugun bek xushal. Havas bilan kutgan Ramazon keldi. Men tunji qitim roza tutaman. Bu oy to'g'risida buvamdan so'raydigan bek ko'p ishlar bor. Buvam bilan paranglashishni bek yaxshi ko'raman, dedi Ammar. Endi Aminami? Ramazon keldi, xush keldi. Bek yaxshi ko'raman Ramazonni. Jinim Ramazon, dedi. Rost o'moqlarim, bizmi sizlarga o'xshashlam bek xushal. Bu muborak oy bilan jam bo'lganimiz uchun butkul musulmonlar bu ulug' oyning kelishini 4 ko'zi bilan kutadi, dedi onasi. Bundaqda qarindishing bilan darhol tayyorlik qilinglar. Hammamiz birlikda buvanglarni ziyorat qilg'ili boramiz, dedi dadasi. Hammasi birlikda o'rmonning ichida har xil meva darxi bilan qoplangan buvisining uyiga mangdi. Keyin hammasi birlikda noshlik qilg'ach suhbatni boshladi. Ammar hayajon ichida darhol savollarni so'rashga boshladi. Buva, sen bilsan, musulmonlar uchun bek muhim bo'lgan Ramazon oyi keldi. Undaqda Ramazon oyi nima uchun bunchalik muhim buva? Aqlliq bolam, to'g'ri, Ramazon deb kutgan vaqtimiz keldi. Ramazon muhim, chunki bu oy ichida ro'z tutadigan alohida bir ibodat bor. Biz har kuni namoz o'qib, duo qilamiz-ku. Mana uningga o'xshash. Alloh bu ibodatni bek yaxshi ko'radi. Shundaqla bizning qilishimizni xohlaydi. Bizmi uni yaxshi ko'rganligimiz uchun bu ulug' oyni mushundoq o'tkazamiz, ya'ni ro'za tutamiz, dedi buvisi. Endi Ammarning qarindish Amina zo'q bilan oraga kirdi. Undaqda ro'za tutish degan beliq tutishga o'xshash bir ishmi buva? dedi. Hammaylar kulishib ketdi. Aqlliq nevram, tatliq Amina, tong atqandan tartib shom azon vaqtigacha hech qandaq narsa yemay, ichmay, o'zimizni tutib olamiz aslida. Alloh bu vaqtlarda bek oz yeyishimizni xohlaydi. Chunki butun insonlar bizga o'xshash ne'matlarga ega emas. Yemeklik topolmagan kambag'al do'stlarimiz bor. Mana Alloh ularni tushunishimizni xohlaydi. Ularning holiga yetib, muhtojlarga ko'p yordam qilishimiz kerak. Yana biri, bu oyda hech kimning ko'nglini ranjitmaslikka diqqat qilishimiz kerak bolalarim, dedi. Undaqda faqatlam och qolmaydi ekanmiz. Yaxshi bir odam bo'lish uchunmi tishir ekanmiz. Shundaqmi buva? dedi Ammar. To'g'ri bolam. Yana biri, Ramazon, Qur'on iyi bolalarim. Muqaddas kitobimiz Qur'oni Karim bu oyda, ya'ni Qadr kechasida nozil bo'pti ekan. Ko'p Qur'on o'qishimiz kerak. Mina qizim, undaqda sen Qur'on o'qishni bilamsan, dedi buvisi. Men texi
Elif, B, T, S, D buva. Ügünüvatımən. Elif, B, T, S, Cim. Emma ügünümən cinim Kur'anımni, dedi Amine. Barakallah mening davrem, dedi bovsi. Bu şirin söhbetden keyin uyga qaytadigan chaqda hammasi birlikda bovsi va mo'minlar bilan xo'shlashdi. Uyga kelgach, Ramazonning kelishini qutluqlash uchun chiroyli bezaklarni oldi. Oilada birlikda Ramazon keldi, xush keldi degan so'zni yezib, atrofni chiroqlar, gullar bilan bezidi va bek xush bo'ldi. Onasi, shundoq qilib bolalarim, Ramazonning tunji kuni uchun tunji Ramazonga turimiz. Shuning uchun baldir uxlashimiz kerak. Undaqda ana, boldir yeb ichsak bo'lmasmi? dedi Ammar. Bolalarim, ro'z tutsak, butun bir kun hech qanday narsa yeb ichmasligimiz kerak. Toki shom azon chiqqanga qadar. Bunchalik ochliqqa chidashimiz uchun kecha o'rnimizdan turib yeymiz. Mana bu zo'liq deyiladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam zo'liq yeganlarni bek yaxshi ko'rdi ekan, dedi onasi. Buni anglagan ikki qarindosh avval tishlarini cho'tkalab, ondan hayajon bilan yotoqlarga yugardi. Zo'liq turdiganlik uchun bek xushal edi. Avval shundoq deb duo qildi. Allohim, biz seni bek yaxshi ko'ramiz. Cho'ng bo'lgan vaqtdimi bizni bek yaxshi ko'r. Amin. Mehribon Allohim, Qur'on o'rganishni bek xohlayman. Sen Qur'on o'rganganlarni bek yaxshi ko'rsan, biznimi bek yaxshi ko'r. Amin. Duolarni qilib, tatliq uxladi. Ramazon hikoyamiz mush yerda tugadi. Undaqda bizlarmi Ammar va oilasiga o'xshash Ramazonning kelishini qutluqlash uchun Ramazon keldi, xush keldi degan so'zni yezib qutluqlaymiz. Hammanglarning Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ro'za tutib, ko'p Qur'on o'qishinglarga tilakdoshman. Xushvaqt bo'linglar. Allohga omonat.